Assalomu alaykum. Meni ismim Qudratilla. Edipro o'quv markazida 4 yildan beri direktor yordamchisi lavozimida ishlab kelmoqdaman va hozirda Toshkent shahrida 3 ta filialimiz bor. Biz Ahror Hoji akani o'zi Instagramda ko'rib qolganmiz, ya'ni o'quv markazi tizimlashtirish uchun va tavsiya orqali ham Instagramda ko'rganmiz va tavsiya orqali ham borganmiz. Ahror Hoji akaga borishimizdan oldin bizda 300 tacha o'quvchimiz bor edi va oborotimiz juda ham kam edi, ya'ni 100 milliondan ham kam edi. Va Ahror Hoji akaga bordik, bildik, ya'ni borganimizda, o'qiganimizda biz bilamiz, lekin tatbiq qilmagan, tizimlashtirmagan narsalarimiz juda ham ko'p ekan. Men o'zimga kerakli narsalarni juda ham ko'pini o'rgandim. Ahror Hoji akani kurslarini endi tizim markazida tugatganimizdan so'ng shu narsalarni tatbiq qilganimizdan keyin o'quvchi sonini o'zida 1x ga o'sish bo'ldi. Oborotimiz 2-3x уже o'sib ketdi. Bu nimadan qanaqa qilib desa, biz ikkita dona resursni o'zini ishlatdik. Birinchisi script resursi, ikkinchisi KPI resursini o'zini ishlatdik. Ya'ni qanaqa desa, misol uchun aytaylik, bizda o'zi birinchi bo'lib kelganda, mijozsiz kelganda biz noto'g'ri skriptda, ya'ni ma'lumot bergan edik. Ya'ni u borib o'qib o'sha narsani tatbiq qilganimizdan keyin skriptlarni to'g'rilab chiqdik va administratorlarga to'g'ri vazifa berdik va ular ham to'g'ri skript bo'yicha gaplashganligini o'zida o'quvchi soni ko'paydi. Ikkinchisi nima desangiz, ikkinchisi bizda KPI tizimi bo'ldi. Bizda o'zi KPI tizimi bor edi, lekin mukammallashtirilmagan edi. Ya'ni u KPI tizimini biz tatbiq qilganimizdan keyin, administratorlarni o'zida tatbiq qilganimizdan keyin, administratorlarning o'zi ishga bo'lgan rag'bati kuchaydi, keyin ya'ni sotuv ham oshdi, keyin qarzdorlar ham vaqt-vaqtida yopildi. U yoqda hali tizim markazida o'rgangan narsalarimiz juda ham ko'p, lekin tatbiq qilmagan narsalarimiz ham juda ham ko'p. Hozirda ikkitadan resursni o'zida ishlatganimizda shunchalik 1x, oborot o'zida 2-3x misol uchun o'sish bo'ldi. Endi xudo xolasa qolgan vazifalarni ham, misol uchun qolgan resurslarni ham qo'llab kelganmiz. Endi xudo xolasa umid qilamiz, yanada 10x gacha o'sishi. Men tavsiya beraman, yangi o'quv markazi ochganlarga, keyin tizimlashtirishda muammo bo'layotganlarga Ahror Hoji akani tizim markaz kurslari o'qishlarni tavsiya qilib qolaman.